Jigar yog'li gepatozning sabablari nima degan savolga javob bormi odamlarda? Yog'li gepatozga chalingan inson shifokorga borsa, parhez qilib o'tkazib yuborsangiz bo'ladi deydi. Qisman to'g'ri, lekin bunga bee'tiborlik aynan jigar sirroziga olib borishi mumkin. Sabablari haqida ham gapirib o'taylik. Yog'li gepatozimizda yuzaga kelishi sabablari, omillardan buni aksariyati hozirgi kunda kam harakatli va palapartish ovqatlanish. Ya'ni o'sha ximikat vositasi ko'p va juda yog'li ovqatlarni doimiy iste'mol qilishimizda. O'zi jigarimizni og'riq bildirmaydi, lekin o't qobi orqali signal beradi. Asosan qaysi bosqichlarda murojaat qilyapti bemorlar? Asosan o'sha surunkaliga o'tib ketganda. Mana shu oqibatida surunkaliga o'tgandan keyin jigarda muammolar yuzaga kelish boshlaydi. Sababi gepatitni virus yuqtirib olgandan keyin u inson bilmaydi. Bu yillar davomida orttirgan kasalligingizni siz 3 kurs lecheni gepomer bilan qanaqa tiklab olasiz? Bu sehrli damlama emas-ku. Assalomu alaykum. Jigar insonning 500 grammlik, yarim kilo keladigan a'zosi bo'lsa ham, siz necha kilogramm vaznga ega bo'lsangiz, butun tanangizdagi, teringizdan tortib ichki a'zolaringizdagi hamma jarayonlarning aksariyatini boshqaradigan va toza qonning yetib borishini ta'minlaydigan a'zo. Shuning uchun ham jigar kasallanib qolsa, bir muammoga uchrab qolsa, u yeringizda, bu yeringizda, butun tanangizda, hattoki teringizda muammolar boshlanadi. Jigar sirrozi, ungacha bo'lgan jarayonlar haqida gapirmasa ham bo'laveradi. Shuning uchun hozir tashkil qilinadigan podkastimiz nafaqat gepomer, balki mana shu jigar bilan bog'liq muammolarni to'g'rilash haqida bo'ladi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Rahmat. Jigar xastaliklari, ularni davolash haqida ko'p gapiryapmiz, ammo insonlar menga haligacha murojaat qilishadi-da. Mana shunday mavzuni olib chiqibsiz, menda ham unday, menda ham bunday. Asosan sizlarga jigar kasalliklarining qaysi turlari bilan murojaat qilishyapti? Yaxshi savol bo'ldi, Sarvar aka. Bugungi kunda aktual mavzu desak ham bo'ladi. Bir qaysidir podkastda ham buni to'g'risida gaplashgan edik. Hozirgi kunda aktual mavzu bu yog'li gepatoz, steatoz kasalligi. Hattoki sog'lom insonda ham bor, lekin bu kasallik yoshargan, yoshlarda ham ko'p. Bu kasallik bizga mana shu 10 ta insondan 8 tasida aynan shu yog'li gepatoz haqida muammolar yuzaga kelgani va shu kasallik to'g'risida tushunchalar berishni iltimos qilib murojaat qilishadi. Sizga ko'p aytardim. O'zi asosan guruhda, o'sha gepomer jigari birga yengamiz degan guruhimiz bor. Mana shu guruhda ko'p tushadigan savollar aynan yog'li gepatoz haqida. Ular bu muammoning sabablarini biladimi? Jigar gepatozi, jigar yog'li gepatozning sabablari nima degan savolga javob bormi odamlarda? Yo'q, mana shu og'riqli nuqtamiz ham shu-da. Qani endi hamma shuni bilsa-ku, mana shu yog'li gepatozga jigarimiz duchor bo'lmas edi. Ya'ni kasallanmas, steatoz kasalligi bilan. Bu yog'li gepatozga chalingan inson shifokorga borsa, parhez qilib o'tkazib yuborsangiz bo'ladi deydi. Qisman to'g'ri. Birinchi bosqichda o'tkazib yuborsa bo'ladi, lekin bunga bee'tiborlik aynan jigar sirroziga olib borishi mumkin. Sabablari haqida ham gapirib o'taylik, olib kelayotgan sabablari. Yog'li gepatozimizda yuzaga kelishi sabablari, omillardan buni aksariyati hozirgi kunda kam harakatli va palapartish ovqatlanish va iste'mol yeyotgan o'sha mahsulotlarimizni, yeyotgan ovqatimizni tartibga solmasligimiz. Ya'ni o'sha ximikat vositasi ko'p va juda yog'li ovqatlarni doimiy iste'mol qilishimizda. Yoshlarning kam harakat bo'lib ketgani va stressga moyilligi ham asosiy sabablar qatoriga kiryaptimi hozir? Albatta. Mana hozir o'sha omillarga to'g'risida gaplashdik-ku, bunga stressni qo'shsak ham bo'ladi. Bu bir-biriga bog'liq mavzular. Jigarimizni o'zi bizga energiya manbai, energiya beradi. Stressga tushganimizda ham bu yuzaga keladi. Ya'ni yog'li gepatoz. Va yoshlarda, yuqorida aytganimdek, hozirgi kunda yoshlarda ham ko'paygan bu kasallik. Jigarni yog' bosishi degan muammoning bir necha bosqichlari bor. Asosan qaysi bosqichlarda murojaat qilyapti bemorlar? Asosan ikkinchi bosqichda, o'zi 3 ta bosqichdan iborat, ikkinchi bosqichda murojaat qilishadi. Sababi ikkinchi bosqichda og'riqlar boshlanish yuzaga keladi. Sababi o'zi jigarimiz og'riq bildirmaydi, lekin o't qobi orqali signal beradi. O't qobi ham mana shu yog'liqlanishlar yuzaga kelgan hisobiga sanchiq og'riqlar yuzaga keladi. Mana shu holatda bemorlar bizga murojaat qilishadi. Birinchi bosqichda bilib bo'lmaydi.
Birinchi bosqichda faqatgina shu tanada qichishlar yuzaga kelishi mumkin qisman va mayda yulduzsimon qizil toshadi. Bu jigar ko'z yoshlari deydi. Aynan yog'li gepatozda yuzaga keladigan toshmalar hisoblanadi. Demak, jigarni yog' bosishi muammosi semizda ham bo'ladi, ozg'inda ham bo'ladi. Shunaqa. Stressga moyil odamda ham bo'ladi, kam harakat odamda ham bo'ladi. Aynan mana shu toifa odamda bo'ladi va bonolarda bo'lmaydi degan joyi yo'q tushunishim bo'yicha. Va bugun mana O'zbekistonda choyxonalar ko'paygan, unga boradigan odamlar asosan 10-11 dan keyin reja qilishadi, 2 gacha o'tiriladi, uyga boriladi, yotiladi, ertalab turilganda tiqilgan bo'ladi. Ovqat hazm qilish uchun sirka ichiladi, boshqa ichiladi, qalampir yeyiladi, lekin ular ham jigar uchun ko'mak deb ayta olmaymiz. Aslida yeb ichishni to'g'rilamaguncha odamning kayfiyati ham shunga yarasha bo'lib boraverar ekanda. Chunki men o'rganib chiqdim shu narsani, nafs kontrol qilinmaganda, nazoratga olinmaganda nimanidir qissangiz o'zingizdan, yeyishni chegaralasangiz, to'sa boshlasangiz, kayfiyatingiz tushishni boshlaydi. Xuddi dopamin yetishmayotganga o'xshab. Endi jigar xastaliklarida baribir xohlaymizmi yo'qmi, birinchi davo chorasi bu sog'lom turmush tarziga rioya etish. Keyingi savol gepatit kasalligi haqida. Asosan gepatit bilan kelayotgan bemorlar qaysi bosqichda murojaat qilishyapti? Endi agar gepatitning virus hisobini oladigan bo'lsak, savolga gepatitning virusga deb beradigan bo'lsak, o'ziz o'tkir va surunkali. Surunkaligi o'tgandagina murojaat qilishadi. Sababi gepatitni virus yuqtirib olgandan keyin u inson bilmaydi. Nimaga? Gepatit viruslarning alohida simptomlari yo'q, mavjud emas. Uni qachonki kimdir operatsiya qiladigan bo'lsa, qon tahlillariga analiz topshirib keling deganda bilishi mumkin. Yo bo'lmasam jigarda o'zgarishlar yuzaga kelsa, podozreniya beradi. Ya'ni virus bo'lish ehtimolligi bor. Bu kasallik tashxisi bunga qarab ketyapti omiliga deb mana shu holatda shifokor gepatitning virusga mana bu turiga yoki uchalasiga qon topshiring, IFA tekshiruvlarga o'tkazib keling desa, mana shunda bilishimiz mumkin. Endi bizada asosan o'sha surunkaligi o'tib ketganda. Va mana shu oqibatida surunkaligi o'tgandan keyin jigarda muammolar yuzaga kelish boshlaydi. Mana shu holatda bizga murojaat qilishadi. Endi yuqorida to'g'ri aytdingiz, bu kasalliklar asosan jigar o'zi asosan o'sha nosog'lom turmush tarzi. Nosog'lom turmush tarzi desak, ko'pchilik aytadi, "Voy, men mablag'im yetmaydi sog'lom turmush tarzi o'tishimga." Yo bo'lmasam 5-parhezga amal qiling desak, bu boylarning parhezi. Yo'q, kechirasiz. Bu boylar parhezi emas. Bu ayrim narsalardan voz kechib, ayrim narsalarga o'tish. Ya'ni o'ta yog'li mahsulotlardan, o'ta yog'li ovqatlarning iste'molidan tiyishlik, doimiy ana to'yib bo'kunicha ovqatlanishdan tiyishlik, yo bo'lmasam o'sha ximikat, mana shu tez tayyor bo'ladigan mahsulotlardan tiyilishlik. Asosiy tushunchasi bu 5-parhez to'li. Bu chuqur parhez emas. Mana yuqorida aytganingizdek, choyxonalar ko'p, kechasi bilan ovqatlanamiz. Ko'pchilik bemorlarni tushunamiz, aholida kechki smenada ishlash jarayonlari bo'ladi. Mana shu holatda baribir yotar qoringa yo bo'lmasam kechki kam harakatli paytda o'ta yog'li ovqatlarni iste'mol qilish bu jigarga yuklama beradi. Bizda teskari ishlaydigan jarayonlar borda. Kechki payt ovqatlanish uchun eng og'ir ovqatlarni olib qo'yamiz. Xamir ovqatlar, palov, yana qandaydir og'ir hazm bo'ladigan taomlar oilaviy dasturxonda kechki payt yotishdan avval dasturxonga tortiladi. Va bilasiz, mana viloyatlarda asosan 9da, 10da odamlar yotgan bo'ladi uxlash uchun. Telefon kavlasa ham, lekin yotib bo'lgan bo'ladi. Endi bu joyda qiynaladigan tanamiz bizni qiynalyapman deb ovozini chiqarib bezovta qilmasa ham, vaqt davomida kasalliklarni o'zida yig'ib borib, bitta odam stressga tushganda o'sha yig'ilgan joy portlab ketishini tushunib qoldim-da. Va ana shu portlash sodir bo'ladigan a'zolardan bittasi, eng qo'rqinchlisi bu jigar. Hozir qo'rqinchlisi deganimizdan odamlar cho'chib, men tuzalmas degan dardga chalinibman degan xulosaga kelmasin u, lekin jigar o'zini qayta tiklaydigan, eng tez qayta tiklaydigan organ bo'lsa-da, o'zi eng tez zararlanadigan a'zolardan bittasi hisoblanadi. Mana jigar kasalliklari yuzaga kelganda nimaga odamlar dastlabki bosqichlarda buni sezmaydi?
Masalan, gripp yuqtirsa darrov isitma bo'ladi. Oshqozoni yarasi bo'lsa, ovqat yeyishi bilan darrov bezovtalik yuzaga keladi, jig'ildoni qaynaydi hech bo'lmaganda. Endi jigarimiz mana aytganingizdek yuqori regeneratsiyaga ega, ya'ni o'zini o'zi tiklaydi. 70% deyiladi, lekin hatto 75%, 80% da ham o'zini tiklay oladi. Lekin bunga yordam berish kerak. Jigar o'zimizdan tiklashimiz kerak ekan deb harakat qilmaydi. Unga biz yuqorida aytganimizdek doimiy kechasi bilan yog'li ovqat beraversak, u doimiy yuklanishda, vazifada bo'ladigan bo'lsa, u qachon vaqt ajratadi o'zini o'zi tiklashga. Va belgi bermasligining sabablari haqida. Endi belgi bermaslik sabablari mana jigar o'zini o'zi tiklagani bilan yana bir xususiyati bor, u og'rigani bildirmaydi. Beminnat ishlaydigan organimiz, shoh organ hisoblanadi-da. Mana shu sababidan ham bemorlar bilmaydiki, kasalliklarni, jigardagi o'sha o'zgarishlarni yengil formasida bilishmaydi. Og'ir formasiga yoki o'rta og'ir formasiga o'tgandagina bu alomatlar berish boshlaganda, mana undan keyin shifokorga murojaat qilishadi. Yo bo'lmasam bizga murojaat qilishadi. Aynan GPM mahsulotini ichsam bo'ladimi? Mana menda o'rta og'ir yo bo'lmasa og'ir formadaman deb murojaat qilishadi. Endi o'sha birinchi etapda jigar o'zini o'zi og'rigani bildirmagani uchun, simptomlar yaqqol ko'rinmagani uchun o'rta og'ir formada murojaat qilishadi. Va lekin mana shu formada murojaat qilib turib ham o'ylab ko'raylik, maslahat qilib ko'ray, biroz kutaylik degan xulosada o'tiradigan insonlar ham borda. Eng yomoni shunda. Yechim taklif etilganda to'xtab turing, o'ylab olay deb. Cho'kayotgan paytingizda bunga osiling desa, o'ylab olay degandek gapda bu. To'g'ri. Mana bizda hozir aktual mavzuni aytdingiz. Guruhda ko'pchilik shunaqa deyshadi. GPM mahsulot bo'yicha o'sha nima taklif berasiz? Iste'mol qilaylikmi? Hozir mana hech narsa bo'lmayapti-ku, sog'lom yuribman-ku. Lekin tashxis qo'yilgan. Yog'li gepatoz yo bo'lmasam fibrozlanish, to'g'ri yuqori bo'lmasa ham F1dasiz, yo bo'lmasa yog'li gepatoz birinchi stependasiz deydi. Mana shuni o'zi bizga eng yuqori signal hisoblanadi. Endi bu insonlar shu aytganingizdek, men buni muolajasiga o'tishim shartmi? Ozgina parhez qilsam, shuni o'zi bilan kifoyalansam bo'lmaydimi deysha? Yo'q, kechirasiz, bo'lmaydi. Men guruhda ko'p aytaman, har bir kasallikni, hattoki shamollashni ham boshlang'ich etapida bartaraf qilish oson bo'ladi. Ham kam xarajat bo'ladi, ham vaqtdan yutasiz, ham o'sha ish faoliyatidan to'xtab uyda yotib qolib emas, ish faoliyatida, harakat davomida parallel ravishda lecheniya qilib o'tkazsangiz bo'ladi, muolaja qilib. Lekin og'ir formasiga o'tkazib qo'yganimizdan keyin, aynan yotib qolganidan keyin bu endi kechirasiz o'sha mablag' masalasi taqaladi. Mana shu GPMR 3 kurs lecheniyasidan oshiq xarajat qilishadi. Yo bo'lmasam ishlaydigan o'sha boquvchi bo'lgan inson yotib qolishi bu oilaga katta ta'sir qiladi. Mana shuning uchun hattoki o'sha shamollashlikni ham deymiz, boshlang'ich etapida o'sha isitma berdimi yo bo'lmasam yo'tal keldimi, mana shuni o'zida bartaraf qilish kerak. O'zi shamollashni o'zi ham kasallikning otasi hisoblanadi. Endi jigar-ku bu bizani ushlab turgan organimiz hisoblanadi. Shoh organi bekorga yetilmaydi-da. Hamma o'sha organlarimizning o'sha vazifasi jigarni asosiy vazifasiga bog'liq. Jigarimiz oqsoqlandi, kasallandi, qolgan organlarimizga ta'siri bo'ladi albatta. Har doim kasallikni o'tkazib yuborish, ayniqsa jigar xastaliklarida metallning zanglashiga qiyoslayveraman-da shu narsani. Zang qanchalik kichik nuqtaligida bartaraf etilsa, pichog'ingizga hech narsa bo'lmagandek ishlatishingiz mumkin. Ammo oylar o'tib, yillar o'tgandan keyin u zangni tozalash uchun pichoqdagi metallni yarmini kesib tashlashga to'g'ri keladi. Shilib yuborishga to'g'ri keladi. Endi bu bizni tanamizdagi a'zo, metall emas, boshqa joydan topsa bo'ladigan narsa emas. Almashtirib olsang yashayverasan degan joyi yo'q, chunki almashtirib kelgandan keyin ham uni amal qilib yashash kerak bo'lgan tartib tamoyillari bor. U almashtirib kelgungacha bo'lgan jarayonda agar shu tartib tamoyillarga rioya qilsamidi deyman-da. Avvalroq shu tartibga rioya qilgan bo'lganda balki bu bosqichlarga yetib kelmagan bo'lardi. Mana hozir GPMR mahsuloti 100% tabiiy giyohlardan tayyorlangan, 60 xil giyohi bor deb tavsiyalar beramiz, fikrlar aytamiz. Viloyatma-viloyat insonlar bilan muloqot qilib yuribmiz. Siz ham tajribangizda eslay olasizmi eng og'ir holatdan GPMR sabab chiqqanlarni? Albatta, bu ko'p uchragan, ya'ni ko'p bo'lgan holat. Endi og'ir etap deganimizda aynan jigar ko'chirib o'tkazish etapi nazarga tutmaymiz. Buni ko'pchilik tushungani ma'qul. Sababi jigar ko'chirib o'tkazish degani bu o'zi
farmatsevtik dori vosita, ya'ni больницani o'zida, shifoxonaning o'zida shifokorlar bo'ldi, endi sizni o'sha jigar transplantatsiyasiga o'tishingiz kerak degan etapda bu qiyin. Ya'ni tabiiy giyohlar bilan ham qiyin. Lekin assid holat, mana shu jigar sirrozini ikkinchi o'rta og'ir etapida, og'ir formasiga o'tish etapida bizada natijalar bor. Ya'ni bunaqa holatda assid holati, suv miqdori 5 litrdan oshiq, yotish kerak u bemor, doimiy harakat qila olmaydi va portal vena tomirlari kengaygan, mo'rtlashgan, qizilo'ngachda qon kelish jarayonida turibdi. Yo bo'lmasam qon kelgan. Mana shu holatda bizada bo'lgan assid holatlar bartaraf bo'lgan, doimiy holsizlik, charchoq hislari yo'qolgan va oyoqqa turgan shu bemorlar. Hattoki mana qaysidir podkastimizda siz bilan gaplashganimizda aytdim, bizani hozirgi shifokorimizni huzurlariga borishgan. Bir inson borganlar, xo'jayinlar turtkilari bilan mana siz mana shu Gepamer mahsuloti bo'yicha takliflar berayotgan ekansiz, yaxshi mahsulot deyotgan ekansiz. Mana xotinimda bo'lmadi-ku natija. Necha oy ichdingiz? 3 oylikdan 2 marta olib ichdim. Bo'lmadi-ku, mana 6 oy ichdim. Keyin bizga murojaat qildilar, o'sha shifokorimiz, mana shunaqa shikoyat bo'lyapti. Kim ekan desa, mana bu inson mana bu raqamdan. Bizda raqam bo'yicha o'sha iste'molchilarni tarixi bo'ladi. Keyin ko'rsak, u inson yotgan inson ekan. O'zlari oyoqlari bilan borgan ekanlar. Keyin mana shunaqa bo'lgan desak, ularga qaytib qo'ng'iroq qilganlar. Endi nomerlarni olib qolganlar-da. Qaytib qo'ng'iroq qilganlar, siz kechirasiz, yotgan bemormi desa, mana bunaqa. Qani menga tashxislarni tashib bering deganlar, ko'rganlar, natija bo'pti-yu, fermentlar tushgan, assid holati yo'qolgan. Bu yillar davomida orttirgan kasalligingizni siz 3 kurs lecheniya Gepamer bilan qanaqa tiklab olasiz? Bu sehrli damlama emas-ku. Sababi siz o'zingiz mana qancha bemorlar bilan suhbatda bo'ldingiz. Yillar davomida har 6 oyda yo bo'lmasa har 3 oyda muolajaga borib yotishadi. Bu qancha mablag' talab qiladi, qancha mehnat, lekin shunda ham zo'r bo'lib ketishmagan-ku. Albatta. Mana shu o'rinda Andijonga borganimizda bir qizni tarixi meni ta'sirlantirdi. 7 yoshlik qiz yo'tal boshlanib, oxiri qon kelgan payt, og'zidan qon kelgan paytda jigar xastaligi tashxisi qo'yilgan. 7 yoshlik qizga hattoki shu Gepamer yordam berganini ko'rib, haqiqatda hayratdan yoqushlab qaytdim. Chunki men rulda o'zim edim, andijonlik bo'lganim uchun o'zimiz borib kelamiz deb yo'lga chiqdik va ana shu xonadonga o'zimiz bordik, o'sha lokatsiyasini topib bordik. Ozgina chekkaroq hududda ekan. Markazga kelinglar ham deganimiz yo'q. Uyga bordik, onasi bilan, bobosi bilan gaplashdik. Qiz faqat yotardi ekanda. Haligi hech narsa yegisi kelmasdan, o'yin kulgi bo'lsa, bolalarga qo'shila olmasdan, uyqum kelyapti deb uxlaverardi ekan. Keyin aytayapti, mana shu muolajani qilganimizdan keyin mana ko'ryapsiz deydi, o'tirolmayapti bitta joyda deydi. Shunaqa faol hayot tarziga qaytgan, jigar o'zini qayta tiklaganining orqasida. Keyin o'yladimda va o'zimdan ham mana shu qilayotgan ishimdan xursand bo'ldim. Ya'ni bekorchi narsani tavsiya qilmayotganim va insonlar ham bekorchi narsalarni qabul qilmayotgani. Yuqorida mahsulotlar tarkibidagi ayrim giyohlarni O'zbekistonga olib kelish, buni tarkibiga qo'shish haqidagi ozgina vaziyatlar haqida gaplashdik. Shuni qo'shmay chiqarib yorsak ham bo'laveradi degan joy ham bo'lib qolishi mumkin-da. Chunki hozir bozorda nima ko'p, bad mahsulotlari ko'p, ammo mijozlarga yordam berayotgan mana shu tarkibning asilligini saqlab qolinayotgani ham insonlarni o'ylanayotgani va kompaniya sha'nini o'ylanayotgani. Shuning uchun faoliyatingizdagi bunday natijalar bardavom bo'lishiga men ishonaman. Va mana shunday bemorlar hayotida siz bilan muloqotdasiz, qaysi o'zgarishlar paydo bo'lyapti Gepamerni qabul qilgandan keyin? Va mana siz har doim mijozlar bilan muloqotdasiz. Gepamer mahsuloti xarid qilingandan keyin, qabul qilingandan keyin bemorlar hayotida qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Bemorlar hayotida mana hozir yuqorida aytdingiz, mana shu energiya olish masalasi. O'zi jigarimiz energiya manbai, bizga energiya beradi. Hozirgi Gepamer mahsuloti iste'mol qilayotgan bemorlar aksariyatida hattoki o'sha ko'p holatlarda birinchi beradigan natijasi
o'sha doimiy charchoq, holsizlik hissini yo'qotib beradi. Fermentlarni tushirib beradi, normal holatga keltirib beradi va mana shu sarg'ayishlar, bilirubin ko'payib ketgani hisobiga bizda sarg'ayishlar, bemorda sarg'ayishlar yuzaga keladi. Ko'zning oqida, teri qatlamida. Mana shular bartaraf bo'ladi. Birinchi bosqichida. Mana shuni o'zi o'sha bemorga quvvat beradi. Ya'ni yotgan bemor bo'lsa, o'rnidan turib, o'sha hattoki shunaqa bizni dakki ham berdik, bir onaxon bor edilar, men chiqib ishlayapman. Yo'q, onaxon shoshmang, ishlamang. G'ayratlari oshib ketdi-da. Kelinlarga suv sepib pishirayotganiga 3 kilodan oshiq narsa ko'tarishingiz mumkin emas. Qo'lingizdagi faqat bu 10 litrlik suv chelik bu 3 kilodan oshiq yuki bor. Mana qilmaysiz, g'ayratim oshib ketyapti deydilar. Ishlagim kelyapti. Mana shu holatlar ko'p uchraydi bizda. Ya'ni energiya olishadi. Lekin yuqorida aytganimizdek birdaniga jigarni yana sog'lom tug'ilganidek holatga keltirish qiyin bu. Bu jigar kasalliklari yillar davomida orttirilgan kasallik hisoblanadi. Uni birdaniga 3 kurs lecheniya yo bo'lmasam 1 kurs lecheniya bilan bartaraf qilish imkonsiz. Suv yig'ilganda qoringa, undan tashqari suv tanashganda buni bartaraf bo'layotganini ko'ryapmiz. Odamlar 9 kilogacha vazn tashladim degan gaplarni aytdi-da bizga. Shu 3 oylik muolajalar davomida. Undan tashqari qabziyatdan qiynalgan, ich qotishidan qiynalgan bemorlar hattoki shifokorlar aytar ekan, endi biror tabiiy yo'lini qiling, chunki shu ichingizni keltiradigan dorini o'zi ham jigaringizni qiynaydi. Shu dorini yozmasam sizni ichingiz kelmaydi, majburman. Agar tabiiy yo'lini imkonini qila olsangiz shu yo'lga o'ting degan shifokorlar bor ekan va mana shu Gepomerdan keyin qabziyati bartaraf bo'layotgan bemorlar haqida eshitdim. Qorin dam bo'lishidan aziyat chekardim deydi. Hech chiqara olmasdim deydi. Qornim ishib ketardi, havoga to'lib qolardi deydi. Mana shu mahsulotni qabul qilganimdan keyin bu simptomlar ham yo'qolib ketdi deganlar bor. Undan tashqari ovqat hazm qilish tizimidagi muammolar. Ya'ni yo'raman mashitimda turganga o'xshaveradi. Yo'raman surilmaydi. Ishtaham bo'lmaydi. Oldimga shunday noz-ne'matlar olib kelib qo'yishadi, ko'raman ko'nglim ayniydi. Mana shu Gepomerdan keyin mana shu simptomlar yo'qoldi deganlar bor. Va hattoki men hayron qolganim, Qashqadaryoga borganimizda shunday ayol bilan gaplashdik. Gepomer mahsulotini xarid qilib qabul qilibsiz. Jigaringizda o'zgarish qanaqa desam, men jigarim emas edi, buyragim edi. Buyragimga olib tavakkal qilib ichdim. Buyragimdagi kasal tuzalib ketdi degan gapni aytdi-da. Keyin tog'asiga ham amakisiga tavsiya qilgan. Amakisi jigar xastaligiga duchor bo'lganidan yurolmay qolgan ekan. Hojatxonaga qo'ltiqlab olib borib olib kelishar ekan, faqat yotar ekan. Hattoki deydi, boshim shu darajada tursam aylanganidan ariqchani sakrab o'ta olmasdim deydi. Oyog'imni tashlab o'ta olmasdim deydi. Hozir mana bemalol o'zim harakatlanyapman deb jiyaniga rahmatini aytdi. Yana bir o'zi tanishiga murojaat qilgan ekan, tavsiya beribdi. Terisida dog'lar bor ekan. U kosmetologga boribdi, bu kosmetologga boribdi. Borsa aytibdiki, kosmetologik muammo emas, sizdagi muammo. Jigaringizni bir tekshirtirib ko'ring degan ekan, tekshirtirib ko'rib, Gepomer ichdim deydi. Ichdi deydi. Terisidagi muammolari bartaraf bo'ldi deyapti-da. Shundan keyin bildim, demak Gepomer jigar butun a'zoyimizni tozaligiga xizmat qiladigan organ sifatida o'zi toza bo'lsa, demak hamma narsamiz toza bo'laverar ekan. Yana bitta savol, mana bemorlardan kelgan savol, Gepomer jigar faoliyatiga aynan qanday ta'sir ko'rsatadi? Tarkibda nimalar borki, bu insonlarda mo'jizalar sodir bo'lyapti? Endi Gepomer jigarga qanaqa ta'sir qiladi? Gepomer mahsulotimizni mana yuqorida o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, 60 dan oshiq giyoh bor. Har birida 20 dan oshiq giyohimiz bor. Endi bular giyohlarning ichida aksariyati gepatoprotektor xususiyatiga ega. Ya'ni o'sha jigarni tiklashga. Mana pastas majunimiz bor, asalli majuni. Buni o'zi jigari gepatosit hujayralarini faoliyatini yaxshilab beradi. Zararlangan bo'lsa, zararlanishni bartaraf qilib, yallig'lanishni bartaraf qilib beradi. Siropimiz bo'lsa, bu o'sha hazm sistemasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. O't suyuqligini ishlab chiqarishda, o't qopidagi mana shu yallig'lanishlarni va yollig'lanishlarni bartaraf qilib beradi. Damlamamiz esa fitotiyimiz bor, Gepomer mahsuloti. Fitotiysi bu qisman mochegoniy xususiyatiga ega.
va qabziyatlarni bartaraf qilib beradi. Sirop bilan birga qo'shib iste'mol qilinganda mana shu qabziyatlarni bartaraf qiladi. Endi qabziyat masalasi yuqorida aytib o'tdingiz, bu boshqa tema. Chunki boshqa mavzu. Chunki qabziyat jigarga yuklama beradi. Qabziyatdan qochish kerak. Shifokorlar mana shuning uchun ham qabziyatni bartaraf qiling deb aytadi. Gepamer mahsuloti mana shu holatda juda yaxshi natija beradi. Aynan qabziyatda va suv yig'ilishlarida, o'sha qorin bo'shlig'ida erkin suv yig'ilishlarida va jigarni to'qimalari va gepatosit hujayralarini zararlanishini bartaraf qilib beradi. Endi ichidagi yog'ni har biriga to'xtaladigan bo'lsak, hozir 1 soatdan oshiq ketib qoladi vaqt, lekin biz o'sha saytlarda va o'zimizning postlarimizda qo'yib borganmiz. Ichidagi yog'lar nimalarga ta'sir qiladi, qancha yordam beradi. Eng ahamiyatlisi bemorlardagi o'zgarishlardan muhimlaridan stress holatidan chiqishayotgani, asabiylikdan xalos bo'layotgani, uyqusiz edim, uxlolmayotgandim degan bemorlar borda va ular mana shu Gepamer mahsulotini xarid qilgandan keyin uyqusi normallashganini, sal narsaga asabiylashmay qo'yganini, stressga berilmay qo'yganini, vahimaga tushmay qo'yganini aytishyapti. Demak, shundan ham bilsa bo'ladi, insonni jigari nafaqat uni tanasidagi filtr o'laroq toza ishlashiga, balki ruhiy salomatligiga ham bevosita bog'liq. Ruhiyat buzilsa jigar buziladi, jigar buzilsa ruhiyat buziladi degan tamoyilni tushunib qoldim-da. Agar mana shunaqa simptomlar sizni ham bezovta qilayotgan bo'lsa, jigaringizni ham bir nazoratdan o'tkazib olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Jigar mana jigardagi muammo qabziyatni yuzaga keltiradi deb aytib o'tdik. Qabziyatning vujudga kelishi yondosh a'zolarni zararlanishiga olib keladi. Masalan, erkaklarda prostata bezi adenomasi yoki prostatitlarni vujudga keltiradigan omillardan bittasi sifatida qabziyat turar ekan. Chunki u joyda turgan chiqindi zaharli modda tashqariga chiqib ketmasa atrofga yoyilishni boshlar ekanda va mana jigarni boshqa a'zolar bilan bog'liqligi nimada? Jigar xastalansa yana qaysi a'zolar xastalanadi degan savol shu o'rinda tug'iladi. Birinchi o'rinda jigarimiz xastalansa bizning hazm sistemamizga ta'sir qiladi. Bu birinchi o'rinda. Mana shuning orqasidan mana shu qabziyat yuzaga keladi. Endi qabziyat doimiy qabziyatda bo'ladigan insonlar bor. Bu juda yomon narsa. Sababi doimiy qabziyat bo'ladigan bo'lsa, toksinlarni yana qayta so'rilishi yuzaga keladi. Mana shu holatda jigarimizni yana uni filtr qilish kerak, ya'ni yuklama tushadi. Doimiy o'sha chiqindi ichiklarimizda turgandan keyin toksinlarni so'rilaveradi, uni jigarimiz yana filtrlaydi va mana shu toksinlar so'rilish natijasida yondosh o'sha organlarga ta'sir qiladi. Yuqorida aytganingizdek, o'sha buyragimizga bo'lsin, yo bo'lmasam o'sha hazm sistemamizning o'zida mana shu oshqozon osti bezini o'zida ham zararlanish, yallig'lanishlar yuzaga keltiradi. Buni bartaraf qilish kerak. Biz doim aytamiz, qabziyat birinchi o'rinda bartaraf qilinishi kerak. Agar sizni ham savollar qiynasa, o'zingizdagi har bir individual jarayonga individual ravishda javob olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Gepamer mahsuloti haqidagi bu fikrlar va kasallik haqidagi bu fikrlar sizni qo'rqitish uchun, mana endi siz tamom bo'ladigan kasallikka duchor bo'ldingiz deyish uchun emas, yechimni oldida turibsiz, eshikni oldida turibsiz, ochib oqlab o'tsangiz bo'ldi, narigi tarafga o'tib ketasiz degan mazmundagi xulosani tushuntirish uchun qilinyapti, aytilyapti. Yana mavzular yuzasidan savollaringizni yuborsangiz, keyingi suhbatlarimizda boshqalarga ham manfaat bo'ladi. Sizga katta rahmat. Rahmat.